Assalomu alaykum. Bugun Yangiyo'l shahrimizda ajoyib bayram tadbiri, ya'ni Navro'z bayrami. Vatanimizda shunaqa bayramlik kunlar juda ko'p bo'lsin. Botir aka Achchig'osh bilan bugun o'sha 1,5 mingta adnalazni idishimizga to'g'ri oshqozonda mana necha kilo bo'tdi Botir aka? 130 kilo. 130 kilo osh damladik. Botir akaga alohida rahmat. Yaxshi ishlarimizni har doim komandasi bilan shu turarlar. Insonlarni ko'ryapsiz. Bu yerda ro'zadorlar iftor qilishadi, o'shaning uchun kechki payt oshlarimizni iftor deyishlari uchun adnalazni ishlarga solib beryapmiz, hurmatli do'stlar. Mana ikkita qozonda sumalagimiz ham pishyapti. Xullas kerak shunaqa gaplar. Vatanimiz tinch bo'lsin, bayramimiz ko'p bo'lsin. Hammalarni oshga taklif qilamiz. Kechgacha yetadi oshimiz. Sizga ham gapiring. Olur, videoda. Nima deyapsiz? Nima sizdikimiz rahmat deb anaqa. Rahmat. Kelganingizga rahmat. So'zda gapirayotganda qo'li tursiz so'zda. Allaringiz yoqadi. Ko'rayotganda kinoni qo'yib olishadi shunaqa. Xudoga topga tuqqaningizga Alloh barakasini bersin. Amin. Bardoingiz bundan ham baland bo'lsin. Amin. 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 Nimaga bizni esdan chiqarib qo'ydingiz? Yaqin kunlarda tez kelamiz. Amin. Osh berishyaptimi sizlarga? Oldinglarmi? Duo qilib qo'yasizlar. Xo'p. Bu onajonlarimizni ko'rib qoldim. Onajonlarimiz bizdan pastda endi ehsonlarimizni obodonlashtirishga ko'p tarqatganmiz. Meni uzoqdan ko'rib qolishdi. Shunga videoga olib oldim. Ularni birinchi qatorda qilib tarqatyapmiz. Mana osh yetkazib bo'larmikin bilmadim. Endi shu 1,5 mingta odamga mo'ljalaganmiz. Shunaqa gaplar. Kelinglar oshimizga, hurmatli do'stlar. Hozir bayramimiz ajoyib tarzda davom etyapti. Iftorga hamma harakat. Sumalagimiz ham bo'lyapti. Menga ham yarim top qo'yasizlar, Botir aka, ozgina mana. Ozim tegsin. Vaziyatga qaraysiz. Yetmasligi ehtimoli yuqori. Bo'ldi. Bo'ldi, men tushunmasman. Oshpaz nima desa shu bo'ladi. Boringlarga shukur. Bosinglar, boringlarga shukur. Baqirmay xafa bo'lib qoladi. Olishaversin. Ikki bolalar uchun qilingan hammasi. Bosinglar. Charchab qolmadingizmi siz issiqda? Odamlar bilan ishlash oson emas. Mana shunaqa dovdiratib qo'yishadi. Gap so'zga qolib ketasiz. Gap ham eshita olasiz. Chidash kerak. Mana bayram tadbirimiz ajoyib tarzda bo'lyapti. Futbol maydonchasida yosh bolalarimiz mazza qilib futbol o'ynashyapti. Mana bunaqa yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Osh pishdi, kelyapti osh. Mana bunaqa bayramimiz ajoyib tarzda bo'lyapti. Mana bu yerda batutlarda, mana bu yerda konsertlar bo'lyapti. Xullas ajoyib bugun bir tadbir. Kechadan beri tinmasdan harakat qilishdi. Mana shu mutasaddi boshliqlarimizga rahmat. Bu insonimiz Yangiyo'limiz stadioniga ancha nima deydi, hissalarini qo'shib, o'zlarini lavozimlarini a'lo darajada bajaryaptilar. Alohida rahmat Usmonxon akamizga. Mana ko'rasizlar, kechasi bilan shu xodimlar shu narsalarni tayyorlashdi hammasini. Buni o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, har doim nima deydi? Vatanimiz tinch bo'lsin deb duo qilaveringlar. Mana shunaqa yoshlarimiz o'ynab kulib, mazza qilib yurishsin. Yana bir bor hammaga Navro'z muborak bo'lsin.